Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Suha Let's Play kanali orqali bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda Burger Simulator o'yinini davomini o'ynab mazza qilib dam olamiz. Ko'racha aka, video boshlanishidan oldin albatta like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar obuna bo'lib qo'ysalar bizga ancha foyda. Keyinchalik Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yadi. U yerda ham shu uylarni topsalar bo'ladi. Xo'sh akalar, xo'sh. Bugun zarar ko'p bilamiz. 22-kun bugun nasib bo'lsa akalar final akalar, final qismi. Xo'sh, klientlar kelishdi, boshladi. Wow, mana bu joyga chiqsa bo'ladimi-ku, pizza. Xo'p, bratsak zakaz qabul qilindi. Ready. $6 zakaz bor. Xo'sh, hop o'tib olamiz. $13. Xo'sh, 23 sent. Xo'sh akalar, nima gap akalar, nima gaplar olamda, nimalar bo'lyapti akalar, so'zlaylar. Qachongacha men gapirib o'taman, sizlar double cheeseburgerdan keldi. Yana go'sht, yana double. To'xtanglar. Buni. Voy, bunga ko'p sir ketadi-yu. Xo'sh, bizga kola ham kerak. Xo'sh, yuragim, senga rahmim kelib ketdi. Double cheese zakaz bermanglar. Qolmay qoladimi bizani donam? Voy akalar. Ready. Sir ko'rdingizlarmi akalar? Qolmadi. Xo'sh. Bu yerga zakaz birinchi kelgan. Bu yer zakazini olib qo'yamiz. Bu yerga ham zakaz kelgan. Xo'sh. Yo'q. Level 14-level bo'lib ketdi akalar, 14. Sizlar hisoblasizlarmi? 14. Xo'sh, brat, qanday? $12. Xo'sh. Pomidorlar ketdi. Mana bu yerda nollar bor, nollarni ham to'ldirib tashlash kerak. Yur, kola qolmabdi. Xo'sh, sizga $6.65, okey. Soqqalam beringlar. Birinchi hamma narsani zakasini olib olaylik-da, keyin birdan taxlab beraveramiz. Yuragimizni taxlab. Bularga men chin dildan taxlab beraman. Bular bilmaydi meni yuragimdan taxlayotganimni. Bular qo'yib akalar yuragimni. Yeb ketsa bo'ldi. Sizlar ichi qoralar, merez bular akalar, merez. Xo'sh, brat, qanday? 6.70. Opa kutasin. Qozi, hop. Opa. Opa. Oplab Zaynab quvor desalar uzr akalar. Va o'zi onangni mana go'shtdan pishirishga qo'ymadingmi sen? Qo'ymadingmi? Yaxshi, pomidor yetarlicha. Bizga sir kerak. Sir qolma. Shu kunga yetarlicha sotib olsam bo'ldi. Hozir endi buni olamiz. Non. Buksinga qolmadi. Suring brat. Suring sen.
Xo'sh. Bizaga zakazlarni olishimiz kerak. Voy, 6 ochko'ylik. Voy, okey. Uzr. Uzr oppa, uzr. Sizlar uchun skidkada qilib berasdim, lekin o'zimni skidkam chiqib turibdi. O'tgan safar $400 yo'qotdik, bilasizmi? 1 sent. Klient akalar dahshat ko'p. Lekin o'shanga aracha tez ishlash kerak. Voy, brat, sizga nima? Bu endi tochka olishmaydi. Okey. Endi taxlab beramiz hammasi. Double cheese ham zakaz qilishganmi? Voy, qale. Yo'q, shu buradan. Xo'sh, kola qolmabdi. Har doimgidek kola qolmaydi. Hammasi ready. Bironta no ready yo'q. Voy, akalar. Короче, biz $100lik расход qilishimiz kerak. Kamida, chunki bizga yanada pul kerak-da, akalar. Bizga pul kerak. Bizga böyle qolmadi. Shuni yetishi kerak. Yetmasa dabdalamiz chiqadi, akalar. $8, okey. Dabdalamiz chiqmaydi, endi akalar, bu zakaz berib o'tirishga to'g'ri keladi. Gap yo'q, lekin shu zakaz qilganimiz, shu rasxotim meni yetsa gap yo'q, qo'ya qolaman. Orqasida mana biratda ham mo'shalarda turibdi. Xo'sh, $10.25. $10. Okey, brat. Reski zakazlar. Level up. Akalar, ketma-ket levelimiz oshib ketibdi-ku. Oba, ana. Chips qolma. Bittadan bundan ham ko'p zakaz. Xo'sh. To'g'ri ber. Mana adalgina qilib berasan. Senga o'zi bekorchi o'xshab ko'rinaman men senga. O'rimoman, to'xta, gaplashib olamiz. Bir gapir. Zamak tagonliga kel. Hech narsa qolmadi, pomidor qolibdi. Shu ikkita pomidor ham tugadi. Oxiri hammasini yeb bitirdik. Biron narsa qolmadi. Voy, gap yo'q. Endi biz kompyuterga kiramiz. Kamida, voy akalar, uzr, to'g'ri o'tiramiz. Kamida $100 oshirishimiz kerak. Bosdik. Mana bu, mana $185 qoldi. Ertaga yana $400 ishlasak, mana buni olamiz. $500lik olamiz. Yangi seksiyon, bilasizlar, $500. Keyinchalik yana pul yig'ib $300 mana buni olamiz. Buni bugun o'yinda olamiz, hammasini olganimizdan keyin butika bo'lib tashlaydi. Короче, bos buni. Voy, jelo. Xo'sh. To'ldiramiz bularni birinchi navbatda. Chunki korobkalar bo'shaydi to'ldirganimizcha. Baxki. Ertaga mana shuni ish bo'lsa, $300 oshirsak erta tez ishlab soqqani qilamiz. Bo'lmasa o'tiraveramiz. Xo'sh, tirs. O'tirish kerak ancha. 0 to'ldi. Tirs.
Buni ham ketkizaverish kerak. Yaxshi. Korobka kamayib turadi. Agalar, korobka kamaysa, eng muhimi korobka kamaygani. O'sha tarafdan ko'zimizda korobka yo'qolib tursa bo'ldi. Siram kam qolganda. Voy, sir ko'paygan qoli. Sir bilan pomidor orqa tarafga o'tib turamiz. Boks. Yaxshi. Yo'q, shu. Mashina juda ko'p zakaz berdik. Chunki yomon ketadi-da bu akalar. Bu go'sht non qatori ketmasa ham koladan ko'p ketadigan narsa shu. Sir, pomidorlardan ko'p narsa ketadi. Kam bo'ladi nimadirga bunichi. Ma 5 ta yozsa kam bo'ladi. Nima qiladi? Kam. Zatta yetdi shu. To'lib tashay, g'amta ko'raveraylik shuni. Ko'rdingizmi? To'lib tashay. Yaxshi, lekin barakali. Tojimini barakali. Double cheese yomon ekan lekin aka. Burger. Tursin chera. Burgerni nonlari. Bu nimasi? Kolaniki. Ha, bo'ldi, boshqa ketmas ekan. Yaxshi, 2 korobkani yo'q qildi shu o'ziga. Burgerni nonlari. Xo'sh, burger nonlari taqib. Go'shtlar. Xo'sh, akalar qo'shiq aytib beraymi? Zeri ko'psilam. Sen baxtingga ishon, qalbingga ishon, hammasi qo'lingda bo'ladi ishon. Pishirsin bular. Bungacha biz ham bilan olib kiramiz. Undan kamda 10 ta zakaz berdim. Kamida 10 ta zakaz berdim. Qaysi ahmoq 10 ta zakaz beradi? Ya bunaqa narsada. Qaysi ahmoq? Menga o'xshagan ahmoqda aka. Yo'q, men ahmoq emasman lekin. Juda aqlli inson. Qattan bilamiz sizda aqllilingizni desalar akalar. Ko'rinishimdan ma'lum. Uyinni o'ynashimdan ham ma'lum. Men uyinni 22 kun ichida 23-kun ichida tugataman deganlar. 24-mi? Kamida 25 kun harakatda. Eng kam. Bu sir. Otni nima bera? Yo'qotib turmi? Xo'sh. Pirilib ketdimi? Yaxshi. Ha, yere qo'shib ketdi. Böyle o'sha otmi? Yana go'sht. Voy, tashaverdim, qayerga tashaman? Yo'qqa tashabman. Bugun uzun video bo'ladi. Kanalimizdagi eng uzun video bo'lishi mumkin. Kanalimizdagi eng uzun video bo'ladi shu. Pishirsin. Go'sht yomon ketigan bo'lgan akalar. Chunki double cheese da yomon ketadi. Pomidor. Yo'q, pomidor ketmas ekan. Yo'qotdi qo'shadi. Oltdan hammasi ketami? Ketadi. Ketmay qayerga boradi? Pishirishga tashab qo'yamiz. Sir. Sheri biqinga tashiramiz sirni. Pomidorda u orqa tarafga tashlagan bo'ladi. Bo'ldi.
Pomidor. Xo'sh, nolla taq. Pomidorlarni ham olib kirib olsak. Yurayapman endi sen. Shu birdan mayli. Faqat o'zi ishlaydi, ana ularni ham ishlating desalar, akalar ulardan foyda yo'q. Nimaga foyda yo'q desalar, akalar bir tiyinda ulardan foyda. Nima bir ish qiladi, nima qiladi? Tayin yo'q. Nima mana shu qo'yib istiban bo'laman, u qo'l bitta nonni qo'yayotgan bo'ladi-da. Tushunasizlarmi? Men uni ishlaga qarab men yonib ketaman-da, men shunday bachaman-da akalar. Biror masalan sekin qilibdim, yo'qmaydi menga. Tez qilish kerak, tez yig'ishtirib turish. Soqqani ertak tez ishlaydi. Молодец, kartochkalar vip. Endi ertani kutamiz riski. $28 minus. Mayli-chu. Bugun короче kamida $350 foyda qilishimiz kerak. Kamida 400 praktikalar uxla, kallangni ochqanmang. Sen tegma shu narsalarga, nima qilasan? To'la turgan narsaga, normal turgan narsaga tegib. Ha? Kallangga qo'yib yuboraymi? Shu yerda shapotdan. Ana shunday qo'yib yuboraymi? Keldi zakaz. Zakaz berib yubordik, riski. Bu tarafga klient keldi, bu tarafga klient keldi, bu tarafga klient keldi. Xo'sh, $10.65. Okey. Voy! Nima bunga kirib ketding? Xo'sh. Zakazlarimiz taq va kolalarni to'lab qo'yamiz. Xo'sh, bu qolmadi friz. Zakaz. Bundan ko'ra zakazlarga qarab tur. Loy. Haqiqiy hayotda bizni tayoq urib, majag'ini chiqartachatsin-ku uni. Ket, yo'qmisan? Ha, seni maynangga yo'qol o'sha. Yo'q, shokol, dori $300 foyda qilamiz. Короче, bizga $500 kerak ekan. Kamida $500 kerak. Yo, $500 dan sal ko'p. $500 dan ko'proq soqqa kerak bizga. 600 kerak ekan akalar, 600. Nima qilasiz 600 desalar akalar. Kerak. Nollarni solishimiz kerak. Обязательно kerak. Siram ketdi. Non. Xo'sh, zakazlar. Xo'sh, zakazlarni olishimiz zarur. Zakaz bizga olishimiz kerak degani. $12 69. Soqqani urdik. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yerdan ham $8 olib olamiz. Bu yerdan 9.10 olamiz. Bu yerdan yana summa olamiz. $7.81. Keyin mana bu yerdan ham soqqani olamiz. $14 ni. Buni qilib
Ne qilamiz? Bo'ldi. So'qqa olindi. Bu mabladan olaveraylik-da. Shulardan olim bo'ldi akalar. Boshqa hech kimdan olmayman. Kova. Kova zakaz. Hayır, 18. yılımızın üzümüne. Double cheese'den yamuz zakaz bir şoptu. Yaxşı. Kola qo'yman. Kola bilan ilik go'sht qo'yman. Go'sht ili nonni ham to'ldirib qo'yamiz. Xo'sh, brat. Xo'sh, korot shularning ichidan chiqarmikan ha akalar? Chiqsa zo'r bo'lardi, lekin $100. $100 dedim. $500 shularning orasidan qilib olsak dahshat bo'lardi ertasi kun. Ashyo dahshat bo'lardi. Xo'sh, mana bu ham klient ko'payib ketdi. 10.65. Klientlar yomg'ir kelyapti. Yomg'ir bo'lib kelyapti. 12 11. Xo'sh, sizga 5.38. Sizga 6.88. Opa, tez bo'ling, tez. Men vaqtim yo'q. 10.25. Xo'sh. Mana bu yerga kelamiz. Frizlarni taqlaymiz. Kola bor, hamma narsa bor. Endi biza viski mana bu redini bosaveramiz. Xo'sh. 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 No, qolmadi o'zi. Pomidor ham yig'ishtirildi. Yo'q, shoy mayli nechoyu baribir zakazda tugadimi? Non bor. Non qolmadi. Eng kulgilisi. Ana endi zakazdan beramiz. Bo'ldi. Servib. Xudoga shukr. Endi biza mana bu yerga qaraymiz faqat. Chunki bu yerda akalar. Xo'sh, sizga $8 dach qaytarishim kerak. Okey, cheeseburger ekan. O 70-level, onasini yemsin. Ayoqlarim olib ketdi-yu. $50 qilib olsa ekan zo'r bo'ladi. Xo'sh. Kola qo'yamiz. Nonlarni tiqamiz. Entey. Xo'sh. Akalar. Tirs. Wow, mana. Birinchi ishimiz bugungi bo'ldi. Endi bizning ishimiz $300 yig'ish va o'yin shu bilan tugaydi. Va finalda bo'lgan akalar, final
Burger simulyatori va nihoyat tugadi. Finalga ham kelgan shu yerda. Yiqilib, surilib finalga kelgan. Yaxshi, sirlarni to'ldirib tashladik. Bizda bitta sir qoldi va pomidorlar qoldi işte. Pomidor zakaz bermaymiz. Bizga kerak narsalar 6 ta non, 2 dona sir, 4 dona go'sht, 4 dona bu va 1 yetmas ekan. Nimadan 4 dona zakaz berdim men hozir? Bu bilan bundan 4 dona zakaz berdim. Boshqa. Boz. Keletes. Xo'sh. Frizda kam qolganda akalar. Bitta $300 yig'ib shu nimani qo'ysak bo'ldi-da, uyni shu bilan tugatib o'ramiz. Tugatib o'ramiz. Ertasi kuni akalar 24 kunni ichida uyini tugatgan bo'lagan. Hamma narsasini olgan bo'lagan. Endi to'g'ri, hamma narsasini olgan yo'qsiz desalar, to'g'ri akalar. Yana bilmaydiganlar uchun yana nima narsa olmaz deydiganlar uchun stullarni aytishadi. Birinchi navbatda keyin ana geroylarni kuchaytirishni aytishadi. Biz zaten geroylarni olganmiz. Ha, aytganmiz. Pul qoldimi deyman. Yo'q, o'tdi. Yaxshi. Xo'sh, go'shtlarni pishirib tashlaymiz endi. Go'shtlarni pishiramiz. To'xtatib bo'lmas dunyo. Xo'sh. Endi nonlar. O'tamiz o'sha nonlar. Yo, otmaymiz endi, o'sha olib qo'yamiz. Mening kulishlarim, mening turishlarim, mening hayotim kulgili bir manzara deb qo'shiq beraman ekan. Sening jumbosh bo'ldi, tamom. Go'sht yomon ketadi lekin. Qaynicho ertaga agar ortib qolsa $300 dan go'sht zakaz beraman. Ertaga agar $300 qilgunimcha sabr qilib bersa bo'ldi shu go'shtlar. Yetsa bo'ldi. Va oxirgi non. Entay. Biza plyusda biza $31 minus. Mayli shu. Cap West va uyan ochildi. Uyandimman. Nimaga sirlar qolib ketdi bu yoqqa? Aytganlar aytmaysizlar. Aytish degan narsani bilmaysizlar. O'rgatish kerak aytishni. Suqrob brat, sirlar qolib ketdi. Yo Suqrob ukam, siring qolib ketdi. Sizlar bo'ladi. Sizlar. Yaxshi. Klient keldi u tarafga. Xo'sh, $12 49 sent. Xo'sh. Ana ko'rdingizmi? Bitta. Sir. Onasini ham tirs bo'lib ketdi beri. Yaxshi. Yo.
Böyle. 10 tochka olmuş. Xo'sh, double cheeseburger ekan. Voy, nimalar qilib tashladim men? Mayli, nechio. Unga ham zakaz kelaveradi. Pomidor qolma. Pomidor. Nima deyapman men? Pomidor qolma deb charchadimmi deyman-da akalar. Xo'sh, ana bizani sotuvchimiz ham ketdi. Endi yana o'zim qilib ketadi ishlar, chunki o'zim qilaman-da men o'zim. 78 ha. Sizgacha $5.29. Okey. Xo'sh. Yo'q. Yaxshi, Saparboy. Asta, Sapar. Yaxshi. Voy, non ochib qo'ygan ekanman. Yopib o'taman buni. Yomon. Yomon. Klientlar keldi, klientlarga qaraveramiz. 17. 10.25. 6.8. Böyle sizdeki hal. Yine bir yoqqa o'tib ketamiz. $5 98. 9.35. 4 6.70. Xo'sh, 8.03. 9.10. 15. 81. Xo'sh. Hoppa. Yaxshi. Qo'la qo'yman. Qos. Mana böyle. Risk hal qilib tashladik. 214. Xo'sh, sizga opa $5.35 qaytarishim kerak. Siz 7 degan uzr. 7 tochka 1 15 tochka 0. Xo'sh. Zakazlar Xos. Qo'la qo'ymoqda. Non. Böyle pomidor taq. Sir. Böyle siram taq. Buyam taq. Ili. Toqchili. Xo'sh, klientlar kelguncha akalar mana bularni zakasini olib turay. 20 22. Voh, bilat. $300 foyda qilolmadimmi bugun? Nega hayot bunaqa?
Nega akalar. Qo'y 8 dollar. Yaxshi, berdik. Qo'y sur, bitta sur. Puplama, vrachka, puplama. Puplab Zaynab qilyapsizlar. Yo'q shu. Va uning zakazlarimiz keldi, böyle bergi klient qolmadi. Endi mana klientlarni jo'natsak, keyin orqadan ikkita mashina bor ekan. Bitta go'sh. Hop, okey, ikkita o'ldi. Zakaz bermaysizmi? Nimaga 4 dollar? Ertangi kunga yana jiddiy ishlaymiz. Keting brat, meni yuragim chilparchin qildi. Voy brat, siz vashib chilparchin qildingiz. Siz yerga urib tashdingiz meni yuragimni. Agar hech narsa zakaz bermayapti. Voy, telefon, qanaqa telefon zaryadi? Zaryadi meni ko'p. Nega beshafqat dunyo meni zaryatim bilan ko'raman. Erta akalar shu 300 dollarlik zakaz qilganimcha keyin close fight yopiladi eshiklar. Close fight. Qarang akalar, close fight. Lekin bratga gapi mujiga keldi. Go'shtligidan omalla go'shtligim bitta qo'yganligi uchun. Kelin oldi. Ertangi kunga ikkita klient olinadi, bo'ldi. Всё. Chunki video o'sha zahot tugadi. Biz soto o'gunimizcha, kunni tugatgunimizcha emas. Chunki biz odamxo'r maxluqlar. Birgalikda odamimiz faqat. Voy, damilam. Nimalar deb o'tmayman akalar. Cho'g'on odamlar o'xshab gapiraman o'zi. İçolmay öl, içsen ölesan deyishadi. İçmaydan shuni. Non qolmadi. Musorga tashamay, deyonamiz. Tayyor mahsulot, tayyor. Nima deyiladi bu? Burgerda nonni nimadir deyishdi, gamburger. Gamburger u non emasda, boshqacha bu. Biz bir xil chaqiramiz hamma. Bularni ol, bularni sol. Uyini tugatish kerak. Uyini tugatib tashlaylu. Akalar. Endi voy, hozir minus oladi-yu bu 28 dollar. Voy. Yaxshi qolamiz bor. Xo'sh akalar. Xo'sh, hozir mana bular zakaz beradi. 300 dollar qilganimizdan bo'ldi, zakazlar tupurgan holatda. Nima qilamiz biz? Qancha yaxshi. Bo'ldi, brat. Opan riski zakazini beraman. Короче, biz 300 dollar bo'lgandan o'zi nima bo'ladi akalar? Bugun tugatsak ham bo'ladi. Bugun ko'p o'ynadik. Xo'sh. Endi buni qilamiz. Dirs. Kel.
Xo'sh akalar. Mana bugungi videorolik shulardan iborat edi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Mansuqa Let's Play kanali bo'ldim akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, bolalaringiz shukur. Final qismini ko'rganlaringiz uchun ham kattakon rahmat. Like bosib qo'llab-quvvatlayotganlarga kattakon rahmat. Omad deb kommentariy yozayotganlarga alohida rahmat.